Voyaga yetmagan va yetarlicha malakaga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan transport vositasini boshqarilishi katta ehtimol bilan halokatga yetaklaydi. Buni isbotini esa kunora ko'rib boryapmiz. Shu sababli respublikamizning boshqa hududlari qatorida Surxondaryoda ham bir necha kundan beri bo'lib o'tayotgan maxsus reyd tadbirlari davomida bir qator haydovchilik huquqiga ega bo'lmagan shaxslarni avtoulov boshqargan holatlari to'xtatilib qolinmoqda. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida tashkil etilgan shtabda ushbu huquqbuzarlar va ularning yaqin qarindoshlari transport vositalarining mulkdorlari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, bu ishlari nafaqat qonun qoidalariga zid, balki boshqa harakat ishtirokchilariga ham xavf tug'dirishi, avtomobil yo'llarida sodir bo'layotgan avtoavariyalarning ayanchli oqibatlari tushuntirilmoqda. Ularga nisbatan boshqarma mas'ul xodimlari tomonidan ta'sirli choralar ko'rilib, huquqbuzar maktab o'quvchilarini maktabida muhokama yig'ilishlari o'tkazilib, ota-onalar va qonuniy vasiylariga nisbatan tegishli choralar ko'rilmoqda. E'tiborsizlik qilib mashinani berib qo'ydik. Qayta takrorlanmaydi, hamma tegishli ma'lumotlarni oldik, tushuntirib uqtirildi bizga. Qayta bu ishlar qilmaymiz endi. Ming uzr. Buni tengdoshlarimga tavsiya bermayman. Guvohnoma olmaguncha yo'lga o'tirishni ham tavsiya bermayman. Men ham shu ro'yga itoat qilaman. Nazoratga olaman. Boshqa qaytarilmaydi. Yaxshi o'zimga kerakli xulosalar chiqardim. Farzandimga yaxshi e'tiborli bo'laman. Senga bolalar qanday avariyalarga uchrayotganini, nimalar bo'layotganini internetlarda, mana hozir bir necha kundan beri targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Nima xulosaga keldingiz? Bu qilmishimdan pushaymonman. Boshqa takrorlanmaydi holat. Va'da berasizmi? Surxondaryo viloyatining barcha shahar va tumanlarida aynan bu kabi shaxslarni transport vositasini ruxsatsiz tovush chiqaruvchi va yorituvchi maxsus qurilmalar bilan jihozlagan haydovchilar hamda yo'l bezorlarini aniqlash borasida kuchaytirilgan tartibda xizmat tashkil etilgan bo'lib, tunu kun bu borada natijalar qayd etilmoqda.